erta qarib qolishdan shunaqangi qo'rqamanki, yuzlarimga vaqtli ajin tushishidan, sochlarimga oq oralashdanmi? Yo'q, aslo. Zotan yillar o'zinikini oladi va har bir ajin, har bir oq soch bizga hayotimizdagi nimadandir bir iz, asar. Ularni hurmat bilan kutib olaman. Ammo ruhiy erta qarishdan juda ham qo'rqaman. Farzandlarim zamonasida ulardan ortda qolishdan hayiqaman biroz. Ular bilan bir xil fikrlay olmaslikdan, ularning dunyosi uchun zamondan ortda qolgan hisoblanishlikdan biroz hayiqaman. Va bizning zamonamizda falondaqa edi, bizni zamondagi yoshlar bunaqa edi degan jumlalardan nihoyatda ehtiyot bo'laman. Bilasizmi nima uchun? Chunki farzandlarimiz biz yashagan zamonni mutlaqo ko'rishmagan va hech qachon ko'rishmaydi ham. Biz esa ular yashayotgan zamonni ko'ryapmiz. Shunday ekan, farzandlarimiz mutlaqo ko'rmaydigan zamon uchun oramizdagi munosabatlarni tarranglashtirishdan menga manfaat yo'q. Uni o'rniga ularning zamonasida ularni tushunishga, ular bilan baravar shakllanish, rivojlanishga harakat qilaman. Va bu bizni yanada yaqinroq do'stga aylantiradi. Sizchi, bizni davrimizda degan jumlalarni ishlatasizmi? Unda mana shu gaplarimni bir o'ylab ko'ring va Ali roziyallohu anhuning ushbu jumlalarini esingizdan chiqarmang. Farzandlaringizni o'z davringizga qarab emas, balkim ularning davrlariga qarab tarbiyalang. Mulohazalaringizni izohlarda kutaman.